ma'nosini tushunib o'qing deb teyin yozib qo'yibdi. Alloh aytadi, men seni ulardan qutqardim, sababi sen eshitmagan suhbatni eshitdim deb. Keyin o'ylanib qoldim. Balkim bunday emasdi. Balkim buni teskarisidir. Meni ulardan qutqarmandi. Balki mendan ularni qutqargandi Alloh. Meni ichimda bir razil inson yashayotganligini bilib, dunyoviy xirsa avj qo'yganimni bilib, mendan ularni qutqargandi Alloh. Bu hayotda deyarli har bir insonni hayotida kimdir tark etgan. Ya'ni kimnidir yaqin do'sti, kimnidir yaxshi ko'rgani, kimnidir asa ayoli. O'zini deb bo'ldi, o'zi xato etdi, o'zi tashlab ketdi, o'zi ketdi deyavermasdan, meni fikrimcha har bir inson o'zine tashqaridan baho berishi kerak. Sababi aytish kerak bo'lmagan xatolar bor va aytish kerak bo'lmagan gaplar bor. Agar sizning hayotingizda kimdir sizni tark etayotgan bo'lsa yoki kimdir tark etgan bo'lsa, oldin o'zingizdan bir ayib qarab ko'ring. Men shu narsani aytdimmi, shu gapni aytdimmi yoki shu xatoni qildimmi? Agar shu xatolardan birontasini qilgan bo'lsangiz, xatongiz to'g'rilab ketayotgan insonni to'xtatib qo'ygan ma'qul. Agarda shu xatolar sizda bo'lmasa, keyin ayting o'zi ketdi deb. Ba'zida chin do'st va vafoli yorlara arzimagan mayda-chuda bo'lgan narsalardan sizni xafa bo'lib qoladi, ya'ni e'tiborsizligingizdan yoki o'ylamay aytgan gapingizdan. Yodidan chiqarmang, siz uchun ahamiyatsiz bo'lgan narsa ularni butun bir hayoti bo'lishi mumkin. Gapim to'g'ri bo'lsa like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Kommentariyada fikringizni bildirib ketinglar. Bu videoni dashqa tashlab qo'yinglar. Va albatta shuni yoddan chiqarmanglar. Qars hamisha ikki qo'ldan chiqadi. Bir qo'ldan qars chiqmaydi.